Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda mitti somsachalar pishiramiz. Avvalo idishimizga unni solib olib, keyin tuz, iliq suv solib, xamir qorib olamiz. Xamirimiz o'rtacha qattiqlikda bo'ladi. Mana uni yaxshilab mushlab, salafan mishoqqa o'rab, 10 daqiqa o'rab qo'yamiz. Va yana 10 daqiqadan keyin olib, yana mushlab, yana 20 daqiqa qo'yamiz. Xamirimiz damini olguncha somsani ichiga solinadigan qiymachani tayyorlab olamiz. Bunga tuz, murch, paprika, kenza, zira solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Men 1 choy qoshiq uzum sirkasi ham ishlatdim. Qiymaga juda mazali ta'm beradi. Va ozgina sariyog' ham solaman. Machinkamiz juda ham mazali bo'ladi. Aziz, agar sizlar kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bosishingizni juda ham istardim. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Xamirimizni teng 20 ta bo'lakka bo'lib, zuvalarchalar qilib, zuvalarchalar qilib olamiz. Zuvalarchalarni 5-10 daqiqa damiga qo'yib olib, keyin bitta-bittalab xamirlarimizni yoyishni boshlaymiz. Yoyilgan xamirlarni 10 tadan taxlab olamiz. Men xamirni yog'lash uchun ozgina eritilgan mol yog'i va eritilgan sariyog' ishlatdim. Somsani yuzasiga ham shu yog'dan surtamiz. Tuxum sarig'i ham surtsangiz bo'ladi, lekin men shu yog'dan ishlatdim. Mana xamirlarimizni yoyib oldik. Ana endi laganchaga un sepib, yoyilgan xamirlarni bitta-bittalab solib yog'lab chiqamiz. Har bir yoyilgan xamirga 1 qoshiqdan yog' solamiz. Mana shunaqa qilib
Mana xamirlarimiz yog'lab bo'ldi hisob. Endi uni ozgina damga qo'yib olamiz va yoyishni boshlaymiz. Xamirimizni kattaroq qilib yoyib olamiz. Va yoyilgan xamirni chetlarini kesib tashlab, kvadrat shaklida qolgan joylarini kesib olamiz. Mana kvadrat shaklda kesib oldik. Endi nachinkalarimizni solib chiroyli qilib bukib olamiz. Va pergament qog'ozi to'shalgan idishimizga mana chiroyli qilib terib chiqamiz. Mana ikkinchi xamirni ham shunday qilib yoyib kesib idishimizni to'ldirib olamiz somsachalar bilan. Hozir bunaqa mitti, ya'ni mini somsalar to'y hashamlarda urf bo'lgan. Siz ham albatta bunaqa somsa pishirib ko'ring, juda mazali bo'ladi. Xamirlari og'izda eriydigan juda mazali somsa bo'ladi. Mana hammasini bukib terib chiqdim. Endi ustiga mana sariyog' surtib chiqamiz va qizib turgan gaz duxovkamizda 180 gradusda toki qizarib pishib chiqquncha pishirib olamiz. Mana somsalarimiz tayyor bo'ldi. Endi bu mini somsachalarimizni souslar bilan chiroyli qilib laganga terib dasturxonga tortamiz. Men esa sizlarga yoqimli ishtaha tilab, yana sog' salomatlikda uchrashguncha deb qolaman. Hamisha salomat bo'linglar.